Eridan ajrashgan ayol unitazga o'xshaykan, hamma kelib siyib ketaverar ekan. Ashto bu gapni tilini ikki qarich qilib aytadigan ba'zi bir ziyoli insonlar o'zini oila a'zolariga, o'zini istoriyasiga, o'zini yaqasini bitta hidlasa yaxshi bo'lardi. Chunki eridan ular bir marta ajrashgan, ikkinchi marta bu xatoni qilishni xohlamagandir, ko'ngli qolgandir, lekin nima deydi uni aliment olish uchun, farzandini ko'paytirish uchun, o'zini hayotini PRga ishlash uchun 4 marta erdan ajrashib qayta qilmaydi. Har bittasidan ikkitadan bacha tug'ib, hamma yoqqa raddomda har yili bitta tug'aydigan qiz degan nomni olmaydi. Yoki bo'lmasa o'zidan 15 yosh kichkinani tipa ahrannaday qilib, bu meni erim, bu meni sultonim demaydi. Ba'zi birlarga savol